Odamlar like bosib turadi. Voy, bile prosmotr naryoqda tursin. Odamlar like bosib, akajon deb. Поддержка qilyapti, jon. Поддержка qilyapti. Aka, davay, bosing. Gazini bosing. Sochini oling. Voy, Mana. Kallab. Bola tashi qimillashimgacha gapiravat qo'ygan. Jon! Yo, suka, odamlarning miyasi ishlamaydimi? Tushunib bo'lmaydi. Yo, yarimta bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Sochini oldirsa, uyda bunaqada assalomu alaykum hammalaringga. Sizlar bilan o'sha hammalaring kutgan, bilgan Aslanboy tojik emas, Aslanboy bo'ladi. Sizlar ko'rib turganda bag'oyatda xursandman. Sizlar meni ko'rib turganlaringdan bag'oyatda xursandsilar degan umiddaman. Bugun stream qilamiz. Lekin bu streamga kirishdan oldin, ko'rishdan oldin bitta like bosishlaring kerak. Bosmasalaring pashol naxu iltimos. Streamdan chiqinglar. Like bossalaring, mayli ko'rishlaring mumkin. Bu usloviyasilar uchun. Ha? Noch qancha so'ravoz? Cho'cho, endi nochlar hozir oldinlari endi chiqib turardi minglarga. Hozir endi hamma narsa o'zgargan. Dollar ham oshdi. Dollar oshgani sababli bizda ham narximiz ozgina oshgan. Hozir nochlarga kamida 2.5 larga chiqib turibmiz. Agar tanishlar bo'lsa 2. Agar bilganlar bo'lsa shu 2.5, 3. Har baganda aldashga harakat qilamiz. Agar sal umniroq bo'lsa 2. Atak 2.5 lar bor. Sizni sevaman jonim. Assalom, assalbek keling. Hazırlashaman. Ba qanaqaga? Bo'ldi. Sizlarga gapim bor. Hammalari aytdilar, Aslanboy. PUBG'ga qayting. PUBG'ga qayting dedilaring. Lekin men yo'q dedim. Men o'zim ham ko'nglim savib qolgandi PUBG'dan. Hozir men iPad olganman. iPad M4 degani bor ekan. Eng oxirgisi yoki oxirgisidan bitta oldingisi. Men shu iPadni oldim. PUBG kuchga o'ynadim. Menga yoqdi. Bir 2 hafta oldin o'ynadim. Keyin o'zim sotib oldim. iPad. Shunga men hozir qaytmoqchiman. Faqat qaranglar, uslovim bor. Polnustiga qaytmayman, polnusti o'ynamayman. Просто men TikTokda, mana Instagramda qayerga kirmasam, baribir meni ham rekomendatsiyamdan chiqadi. Bir ikkita dalboyoblar, ana hype qilib yuradi, TDMda sikkaman. Unday qilsam, bunday qilib boraman, sochini kalga olib tashlayman. Sochim kalmani, sochim kalamas meni. Men shunaqa bolalarga просто men bitta narsani tushuntirmoqchiman. Unaqa qilib o'tirish shart emas. Baribir jalab bitta normal igrok kelib o'ynasa, hammasini og'ziga berib yuboradi. Shuning uchun telefondan emas, iPaddan o'ynayman. Mana men shu 1 oyda ichida kim mana normalniy TDMer qaysi biri bo'lsa, hammasini og'ziga bitta berib, kim zo'rligini, to'shdim hamdaqa jallab sochini kal qilaman degan hype'lar qilmasligi uchun ko'rsatmoqchiman. O TDM unaqa narsa emas. U jallab bilmadim, yosh bolalar chiqib hozir yo'q joydan bir YouTubedan bittasi puf paydo bo'lib qoladi yoki Instagramda puf paydo bo'lib qoladi. Bam naxu kimdirga vizib tashlaydi, unday qilaman, sochini kal qilib tashlayman. Yo'q, unaqa emas. PUBG'ga qaytdim 1 oyga yoki 2 oyga. Короче, men shu qaysi bir agar xuyet qiladiganlarni og'ziga bermagunimcha qaytdim. Tak что kutib qolinglar, og'ziga beraman. Любойni. Chunki men telefondan qaytganim yo'q. Telefondan qaytsam ham hozir silishim ko'p vaqt ketadi. O'rganishimga men katta kompyuterda o'ynab, hozir telefonga qaytib o'ynaydigan bo'lsam qiynalaman. Shuning uchun men iPad olganman mana bunaqa. Oslar ko'rsaman. Mana bunaqa jalab. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Ona endi sizga kallamdan katta iPad. Mana shunaqa iPad. Orqasida mana go. Nima? Mana quyita narsalari bor. Ha. Mana shunaqa iPad olganman. 120 FPS mi nechi? 120 Grinch? Na, 120. Og'ziga beraman любой. Ishonaversin. Xohlasa ishonsa, xohlasa ishonmasin. Og'ziga beramiz, ketamiz. Men kimdirga iminoy aytganim yo'q bu narsani. Seni sikaman, seni sikmayman deb. O'zlaring ko'rasizlar. Hammasi mo'jit boshqa nekdan kirib o'ynarman, mo'jit o'zim asnomdan kirib o'ynarman. Lekin oxirida hammasini bitta video qilib, chiroyli qilib, upakovka qilib, jallab, o'sha qayerda hype qilgan bo'lsa, o'sha yerga qo'yaman-da, asta yana PUBG'dan TDMdan ketaman. Gap o'zigasini topadi. Gap o'zigasini topadi. Chunki u jallab hech kim bir откровенный bir xuyovoy narsalar qilishadi. Odamlarni просто ongini zag'irlab qo'ygan. Akalar, sizlar agar 15 mingta like qilib bersalaring, men shu bolani boramanda sochini kal qilib tashlayman. 50 mingta like qilsalaring dedi, kimdir yoniga borib og'ziga berib kelaman. Unaqa emas, u jallab bo'lmaydigan narsa u. Agar odam o'ynashni bilsa, shunday kiradi sikib tashlaydi. Men, например, hozir agar 2 o'ynasam, javob beraman, o'sha hype qiladigan bolachalarni любойni sikib qo'yaman.
Tidayimda. 2 kun ham emas, даже hozir skip qo'ysam kerak. Nu ularni gapirib o'tirish menga emas, chunki ular jallab PUBG ni ano prям PUBG ni jallab bulg'aydigan bolalar. Просто kutiga tiqib yuboradi. Men bitta narsani aytaman. Mana biz men, например, Timur bo'lgan vaqtlar yoki De Umar degan bola bor. Biza, например, jalab o'ynab yurgan vaqtimiz O'zbekiston protiv Ukraina, O'zbekiston protiv Rossiya, esengi davlatlar bilan tidayimli o'ynardik, boshqa narsalar qilardik, jalab O'zbekistondagi PUBG ni rivojlanishini ko'rsatmoqchi bo'lardik. Mana endi biz maqtanmaymiz, no bizning orqamizdan PUBG bizni ko'rdi. PUBG O'zbekistonga kirdi. Uztelecom bilan hamkorlik qilib 20 ping qildi. Men u narsani gapirmayman, iminni men qildim deb. Shuncha odam qilgan u narsani. PUBG 20 ping qo'shilgan. Mana 2-3 ta turnir qildi, katta turnirlar. No jallab hozir bir normal odam ko'rganim yo'q. Borib, davay Ukrainada kim zo'r? Davay o'ynab ko'raylik, hatto bir show match qilaylik, o'ynaylik, bir bunday ko'raylik, kim kuchli ekan, odamlarga ham qiziq bo'ladi. Yo'q, jallab ketdi. Ondan sizga agar hozir 50 mingta like yig'sak, ana bolani sochini jallab drillab tashlayman, kallasiga naxoy perforator bilan naxoy tigi ochamiz kallasidan, sochini kal qilamiz. Bitta jallab gapirgim kelmaydi, no mayli, biroz gapiray. Bitta bola bor-da, bitta bolacha bor jallab. Tuplug'ichim, spermamdan paydo bo'lgan bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Nimaga? Sochini oldirsa uni hech kim tanimaydi, rekomendatsiyaga chiqmaydi jallab. Sochchasi bor, 4 tagina. Aslanboy, bir kun videosini ko'rib qopman bolani, bir kun videosini ko'rib qopman. Короче, videosida bunday qilyapti, qaranglar. Men sizlarga hozir tursam ko'rinmaydi, qaranglar. Ana uzun tutishlari jallab. Bola taji qimillashimgacha gapiravat qolgan. Yo, suka odamlarning miyasi ishlamaydimi? Tushunib bo'lmaydi. Yo, yarimta bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Sochini oldirsa, uydagilar u bolaga qaramaydi, ko'chada qizlar qaramaydi, Instagramda videosini hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun po'xo'y naxo'y. Men shunaqa nik qo'yamizda, po'xo'y Aslanboyga ko'z tiqib yuraveraman. Menga voshi poyibbat naxo'y. Hayolida Aslanboy. Yana bir kun video. Aslanboy kuchlim, Teo Timur uyushtirilgan video. Aslanboy kuchlim, Teo Timur kuchlim. Конечно, Teo Timur kuchli deb bitta qiz. Aslanboy chitsa. Aslanboy deyu, jallab qanaqa. Suka. Lekin Instagramda ko'tarilish uchun, hype ishlash uchun o'g'lagan gapini gapiradi. Gap o'z egalarini topdi degan umiddaman. Men mana sizlarga aytdim, men shu kelajak 1-2 oylik maqsadni YouTube'imni 1 million qilaman. Men shu jallab o'zicha kimdir, nimadir hype'lar qiladigan bolalar jallab bir buqlar, ano o'zbini ko'tiga sikib yuradigan bolalarga 2-3 ta narsani takazat qilaman, ketaman. Tidayimdan. PUBG ga qaytdilaringmi desalaring agar, sizlarni shunchalik shu savol qiziqtiradigan bo'lsa, da PUBG ga ozgina interesim bor. Hozircha iPadda o'ynayman, ko'raman. Agar dalsh yana o'yin yoqaydigan bo'lsa, men shu 1-2 oyda ichida qaytib Lubboyni og'ziga beramiz. Endi turnirlarga qaytaman deb va'da berilmayman, no, tidayimda Lubboyni og'ziga beraman. Takji sizlar uchun show matchlar qilamiz, jallab. Короче, oldingi vibe qaytarishga harakat qilamiz. Не то что hozir jallab. Voy, onangizga ultimate'da zavoyvator bo'ldim. Sochimni kalga oldim. Men Aslanboyman. Turururum. Aslanboyda orqasidan hype ishlayman. Sochimni Aslanboydagidaqa qilaman. Mana shunaqa bolalarga. Так что Dadajon shetda, Dadajon qaytgan. Shuning uchun iltimos, bu yet qilmaylar hech qaysizlaring. Bo'ladimi? Normalmi? Sizlarga shu kerakmidi? Mana yurmanglar qanaqadir jallab buqlarni ko'rib, buqlarni tomosha qilib jallab bir buq narsalar uchun jallab bir-birini sikib yuribdi. Bittasini men ko'rganim yo'q, borib qaysidir davlatdagi bola bilan birga bir o'ynab, nimadir takazat qilgani yo'q, jallab prosmotr uchun bir-birini ko'ttiga sikib yuribdi. Sochingni olaman, sochingga siktiraman. Agar sochim kal bo'lmasa, unday qilaman, bunday qilaman. Короче, вообще похуй. Любой sikamiz. Ya odamlar like bosyapti ularga. Wait, bular prosmotr naryoq turdi. Odamlar like bosyapti. Akajon deb. Поддержка qilyapti. Поддержка qilyapti. Aka, davay, bosing. Gazini bosing. Sochini oling. Nimadir sila. Nimadir nikini qilib sila. Yuruvchi. Nimadir sila. Tikilet. Bizsiz bilan. Endi kech kut ular o'zi content qilyapti. U mana qarangda, Superboy, Niki Superboy ekan. Endi kech kut ular content qilyapti.
Bu content Maqsud Jalol. Mana hozir qaranglar, men sizlar uchun content ko'rsataman. Qaranglar mana, content debsizlar shu narsa. Например, mana telefonda oldim qo'limga mana. Qo'ydim telefonni. Mana qo'ydim, ha. Hop, tursin telefon. Assalomu alaykum hammalaringga, bolalar. Sizlar bilan o'sha hammalaring bilgan, tanigan Aslanboy. Qarochi, Teo Timur. Men sen bilan so'shni kal qilishdan birga bir vizit tashlayman. Agar vizivimni qabul qilmasang, sen duxsan. Bolalar, agar mana shu videomiz 50 mingta like yig'sa, biz sizlar bilan birga borib Teo Timurning sochini kal qilib kelamiz. Tashdo yaqin o'rta oilaga jo'natib qo'yinglar, shu videoga like bosinglar, ana bolani atmetga qilib ketinglar. Hammalaringga rahmat ko'rganlaring uchun. Mana opala qo'y, content naxu, biznes, content na milliard. Qo'ying. Mana kerakmidi shunaqa content? Bo'ldi jallab 29 sekunddan qo'y. 29 sekund bo'ldimi? Hozir men mana shu videoni Instagram qo'ysam bo'ldimi? Zaltayt qiladimi? Ha? Anoyi toj muzikasi bor. Bo'ldi. Ana vorlarning muzikasi bilan shunday qo'yaman. Instagram qo'yam bo'ldimi? Mana content qiladigan bo'laman. Kaketa понять jallab. Mana shu bolalar mana qaranglar, sizlarga bitta narsa aytaman. YouTube'ga kelsa, YouTube'da xohlasa jalab oldiga bilmadim bir Trump top kelib o'tkazib qo'ysa, Trump top kelib o'tkazib qo'ysa ham u bolalar content qila olmaydi. Chunki bolalar 1 minutda ichida video oladi. O, men sikib qo'yaman. Voy, jallab, quyet qo'ysanlarmi? Bittasini aytib YouTube'da ko'rganmisizlar nimadir content qilgan. Yo'q! Miyat chiqishmay qoladi YouTube'da nimadir content qilgan. Shuning uchun voy po'xo'y. Menga ular haqida yozmanglar. Tilimni qichitmanglar iltimos jallab. Men qilgan narsalarimni yoki men qiladigan narsalarim ular uning tushiga kirmagan bo'lsa kerak. 15 yildan keyin naxu bam bitta bolacha paydo bo'ldi. Mana shu bola bilan odamlar video olib content qilib yuribdi jallab. Mana shu bola bilan odamlar video olib content qilib yuribdi. Sizlar tanigansizlar, bilgan odamlar suka quyet qilsa bo'ladi. U po'xo'y bo'ldi. Zabey iltimos. Bilay. Naxo'y men bular haqida gapiryapman, u po'xo'y. Ozgina asabiylashib ketib qoldim, shuning uchun вообще поебать. O'zlaring bilasizlar men kimlar haqida gapirganimni. Tashdo po'xo'y naxo'y. Fokus. Просто men asabim buzilgan narsa u jallab. Po'xo'y garochi gapirmayman. Gapirma bo'ldi, skip. Hozir men iPadim bor qo'limda. Men o'sha 2 hafta oldin o'ynaganim iPadda. O'shanda yo'qdi. Undan keyin PUBG oldim, boya akkaunt oldim, lekin kirib hech qanaqa nastroyka yoki boshqa narsa to'g'rilaganim yo'q. Hozir sizlar yo'llaringda sizlar bilan birga nastroyka qilaman. Tak что o'ylamanglar, bu gandon PUBG ni olib o'ynab yuribdi ekan, unday ekan deb. Yo'q. Men hozir mana sizlar bilan birga o'ynashni boshlayman. Shu bilan ketdi, dal shu o'ynayman 1-2 oy. Keyin PUBG da kim men zo'riman, sochimni oldiraman, og'ziga beraman. Uni sen men bilan soch oldirishib? Qachon? Bugun mana vizit sanga. Nima deyapsan? Chat. Bizga vizit tashlashyapti. Kelinglar shu video, shu streamni 10 mingta like qilinglar. Men girishda sochimni olgani qo'qonga boraman. Bitta like-ni ayamaymiz degan umiddaman. Tun muzikasi. İstəyirsən, sen kelasan, bitta shapaloq qo'yaman, arqandaga 2-3 tasi qochib ketadi. Akalar, bu gapdan keyin 10 mingta emas, 15 mingta like kerak bu bolani borib nakazat qilib kelish uchun qo'qonga cho'g'sizlarmi? Superboy, qansiz jigarim, like bosing, content qilyapman. Superboy, boy content qilib turadiganingiz, like bosing, content qilyapman-ku mana. Eng zo'r contentlarni siz uchun qilyapman jalam. Nomeradan content, to'g'rimi girinch? Mana shuncha gapir content. Nima? Chat aytinglar qani content qilmayapman mos. Mana vizit tashlayapman. Aytayapman, like so'rayapman, 15 mingta like qilsalaring, girinchda o'ziga berib kelaman deyapman. Nima? Qilmayapman mos. Qilyapman, hype ham qilyapman, content ham qilyapman zadno. Yoki yo'qmi? Aytinglar, contentmi shu? Content qilyapmanmi hozir yo'qmi? Nahoy yozayapsizlar. Aytinglar, content qilyapmanmi yo'qmi? Da, o't mana bor ekan-ku. Mana content. Kerakmidi content? Mana nahoy content.